U qashshoqlikda tug'ildi, ammo Osiyodagi eng boy odamga aylandi. U imtihonlardan har doim yiqilgan, lekin jahon savdosini o'zgartirib yuborgan, biznes imperiyasini qurgan tadbirkorga aylandi. U Xitoy iqtisodiyotini yangi bosqichga ko'tardi va AQSh prezidenti intervyu olgan birinchi tadbirkor bo'ldi. Bu inson sahnada epataj libosda raqsga tushgan, o'ziga sayyoralikka o'xshash xushfe'l milliarder Jek Ma. Jek Ma hamma qiyinchiliklarga qaramay o'z maqsadiga yetgan inson. Minglab xatolar, cheksiz rad javoblari va muvaffaqiyatsiz g'iybatlar uning izidan yurgan. Lekin uni yuqori qat'iyati, tavakkal qilish qobiliyati, odamlarga ochiqligi va orzusi Jek Mani shu yergacha olib keldi. Bugun Biznes Fenomen loyihasida kambag'al o'qituvchidan milliarderga aylangan Jek Maning hikoyasi bilan tanishamiz. Bir hunar bor. Agar shu hunarni o'rgansangiz, 3 xil yo'nalishda daromad topishingiz mumkin bo'ladi. Ishonmaysizmi? Tanishing. Muhammad, seller va ustoz. U Uzum va Yandexda savdo qilishni o'rgatadi va undan tashqari har oy ushbu platformalarda 500 million so'mlik savdo qiladi. Yaqinda otasiga tracker sovg'a qildi. Behruz, Uzum marketda seller. U oyiga 150 million savdo qiladi va eng qizig'i 30-40 million sof foyda oladi. Mehriddin, marketplace manager. U Uzum marketda eng top savdo qiladigan do'konda marketplace manager bo'lib ishlaydi. Bu do'kon har oy Uzum marketda 7 milliard so'mlik savdo qiladi. Bularni nima birlashtiradi? Bular hammasi meni marketplace savdo qilish kursimda o'qishgan. Bu kursni o'qib yakunlasangiz, siz Uzum marketda muvaffaqiyatli savdo qilishni, marketplace manager bo'lishni, kurator yoki ustoz bo'lishni va undan tashqari boshqa xizmatlarni ko'rsatib, daromad topishni o'rganasiz. Siz ham marketplace da pul ishlashni o'rganmoqchimisiz? Batafsil ma'lumot olish uchun hoziroq pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'ting. Diqqat qiling, Biznes Fenomen, Jek Ma, biz boshladik. Jek Ma 1964-yilda Xitoyning Hanzhou shahrida tug'ildi. O'sha paytlarda u hali Jek emas edi. Norasmiy san'atkorlik bilan shug'ullanib kelgan ota-onasi unga Mayun deb ism qo'yishadi. Uning 12 yoshdagi eng katta orzusi ingliz tilini o'rganish edi. O'sha davrlarda Xitoy xorijiy tillarni o'rganish uchun unchalik ham yaxshi joy emasdi. Bugun bizda til o'rganish uchun o'nlab onlayn dasturlar bor bo'lsa, o'sha paytda hattoki kutubxonalarda ham kitoblar juda kam edi. Sababi madaniy inqilobdan so'ng Xitoyda xorijiy tillarni o'rganish hukumat tomonidan cheklab qo'yilgan edi. Faqatgina 1972-yilda Richard Nixonning Pekinga qilgan afsonaviy tashrifidan so'ng vaziyat biroz yumshaydi. Mamlakatga sayyohlar kela boshlaydi va Jek birinchi marotaba Hanzhou ko'chalarida chet el nutqini eshitadi. Juda kichik vaqtlarda ham Jekning o'ta qat'iyatliligi bilan raqobatlashib bo'lmas edi. U har kuni soat 4 da uyg'onib, velosipedni minib, yomg'ir, qor yoki shamol bo'lishiga qaramasdan uzoq yo'l bosib chet elliklar bilan gaplashish uchun shahardagi xalqaro mehmonxonaga borardi. Jek sayyohlarga shaharda bepul ekskursiyalar taklif qilib, til o'rgangan. Ammo men faqat ingliz tilini mukammallashtirish bilan cheklanmagan, balki yangi do'stlar va tanishlar orttirgan. Aynan amerikalik sayyohlar Hanzhouni ko'rsatib yurgan vaqtlari unga Jek deb ism berishadi. Chunki Mayun ismini talaffuz qilish ular uchun qiyin edi. U hattoki Xitoydan qaytgan ba'zi chet elliklar bilan aloqani ham uzmagan. Ammo ingliz tilidagi yutuqlariga qaramay, o'qish unga oson bo'lmagan. U qayta imtihonlardan yiqiladi. Avval boshlang'ich maktabda, keyin o'rta maktabda, universitetga kirishda esa matematikadan 120 balldan atiga 1 ball oladi. O'zi aytganidek, u hozirgacha raqamlar bilan hech kelisha olmaydi. Men matematikadan kuchli emasman. Hech qachon menejmentni o'qimaganman va hozir ham buxgalteriya hisobotlarini o'qishni bilmayman. Faqat 3-urinishdigina u pedagogika universitetiga kira oladi. Aynan o'sha yerda u kelajakdagi rafiqasi Keti Janni uchratadi. Kursdoshlari Jekning tashqi ko'rinishi ustidan kulashayotganda, Ketini bu umuman qiziqtirmas edi. Universitetni tugatganda ham Jekning hayoti yengillashmaydi. Uni hech qayerda ishga olishmaydi. U hatto KFC'ga ham kira olmaydi. 24 nafar nomzoddan 23 tasi ishga qabul qilinadi, lekin faqat Ma rad javobini oladi. Bir narsa aniq edi. Uni yelkasiga baxt qushi qo'ngan omadli odam deb bo'lmasdi. Oxir oqibat u oilaga atiga $12 bo'lgan o'qituvchilik ishiga kiradi. Oilasini ta'minlash kerak bo'lgan 30 yoshli erkak uchun bu juda ham kam edi.
Ammo taqdir keskin burilish qiladi. Jek nihoyat uzoq kutilgan imkoniyatga ega bo'ladi. Uni hukumat delegatsiyasi tarkibida tarjimon sifatida AQShga yuborishadi. Yillar davomida ingliz tilini o'rganib kelgani bekorga emasligi shu kuni bilinadi. Aynan o'sha yerda u birinchi marta internet haqida eshitadi. Qiziqib, Jek qidiruv tizimiga pivo so'zini kiritadi va natijalarda Xitoy brendlari chiqmaganidan hayron qoladi. O'sha vaqtda u tushunadi, internetda Xitoy yo'q. Unda darhol bir g'oya paydo bo'ladi. Bu bo'shliqni to'ldirish kerak va bo'sh turgan bozorni egallash kerak. O'sha yili Xitoyda internet paydo bo'ladi. Jek g'oyalarga to'liq toshgan holda vatanga qaytadi, lekin u kompyuterni umuman tushunmas, dasturlashni bilmas va kamiga o'sha paytlarda Xitoyda odamlar internetni bilishmas edi. Jek keyinchalik onlayn savdoda ilk qadamlarini tasvirlar ekan, o'zini ko'r yo'lbarsga mingan ko'r chavandoz deb ataydi. Shunday bo'lsa-da, 1995-yilda u oilaviy biznes China Pages'ni ishga tushiradi. Bu Xitoy kompaniyalari katalogi bo'lgan sayt edi. Qizig'i shundaki, o'sha yili okean ortida Elon Musk ham o'zining ilk startapini xuddi shunday biznes ma'lumotnoma bo'lgan Zip2ni yaratadi. Faqatgina natija butunlay farq qiladi. Musk Zip2ni $307 million sotib ilk kapitalni topadi. China Pages esa o'ta sekin rivojlangandan oxir-oqibat tashlab qo'yiladi. Agar bu videodagi kabi Elon Muskning ilk startaplari yoki boshqa inson, kompaniya, marketplace tarixi haqida ham video tayyorlashimizni xohlasangiz, izohlarda yozib qoldiring. Balki aynan siz tanlagan kompaniya yoki marketplace keyingi sonimiz mavzusi bo'lar. China Pages'dagi muvaffaqiyatsizlik Jek Mani to'xtatmadi. U keyinchalik bir narsani tushunib qoladi. Xitoyda xorijga nisbatan arzon bo'lgan juda ko'p mahsulotlar ishlab chiqariladi. Demak, shunchaki bu bozorni butun dunyoga ko'rsatsa bo'ldi. Shu g'oya bilan ma investorlar izlab Kremniy vodiysiga yo'l oladi. Ammo amerikalik investorlar aniq ishlab chiqilgan biznes rejani ko'rmasdan rad qilishadi. Ammo ko'plab muvaffaqiyatsizliklarga chiniqqan ma bu yerda ham to'xtamaydi. U Xitoyga qaytib 1999-yilda rafiqasi Ketty va 17 nafar hamkorlari bilan birga Alibaba kompaniyasiga asos soladi. Ularning barchasi ilk investorlar bo'lib, loyihaga $70 ming sarmoya kiritishadi. Xitoy kompaniyasi uchun g'ayrioddiy bo'lgan nomni Jek bejiz tanlamagan edi, Alibaba. Alibaba nomi butun dunyoda mashhur bo'lib, odamlarga g'orda yashirilgan xazinalarni ochib bergan yaxshigina yigit obrazi bilan bog'langan edi. Xuddi shunday ma ham internet yordamida butun dunyodagi kichik va o'rta bizneslar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochadi. Jek va Ketty kompaniyaga hamma bor narsalarni tikishadi. Hatto uylarni garovga qo'yishadi. Dastlabki bir necha yil davomida ularning o'z kvartirasi Alibabaning ofisi bo'lib xizmat qiladi. O'sha vaqt ideal davr edi. Xitoyda internet jadal rivojlanayotgan, unga qiziqish ortib borayotgan, xitoylik startaplarga e'tibor kuchayotgan payt edi. Ammo Jek Ma novatorlik qilib, katta o'yinchilarga qaratilgan yirik kompaniyalarga emas, balki kichik va o'rta biznesga bor e'tiborni berishni boshlaydi. Jekning o'zi aytganda, Amerikaning B2B saytlari bu kitlar, ammo dengizdagi hayvonlarning 85% krevetkalar. Men kitlardan pul topgan odamni bilmayman, ammo krevetkalardan pul topgan ko'plab insonlarni ko'rganman. Bu metafora Jek Maga yoqadigan Forrest Gump filmi ta'sirida paydo bo'lgan edi. Sodda, ammo nihoyatda maqsadga intiluvchan, dovuldan keyin krevetka ovlash orqali boylikka erishgan qahramonning hikoyasi uni chuqur ilhomlantirgan. Va nihoyat o'sha sezam eshiklari ochiladi. Yirik investorlar Amerikalik Goldman Sachs banki va Yapon SoftBank kompaniyasi Jek Maning startapiga sarmoya kiritadi. Natijada Alibaba jami qariyb $23 million o'ziga jalb qila oladi. Ammo shundan keyin ham muvaffaqiyat birdan kelmaydi. Dastlabki yillarda kompaniya faqat zararga ishlaydi va 2002-yilga kelganda Alibaba o'zining ilk foydasini oladi. Bu ham bo'lsa atigi $1 bo'ladi. 2003-yilda amerikalik eBay Xitoy bozorini egallashga urinayotgan paytda Jek Ma va uning jamoasi o'zlarining onlayn savdo platformasini Taobao'ni ishga tushirishadi. Qiziq tomoni shundaki, bu raqobat davrida Jek Ma eBayga rasmiy ravishda urush e'lon qiladi.
Alibaba xodimlari o'zlariga afsonaviy kung-fu ustalarining nomlarini taxallus qilib olishadi va bir kunga hattoki harbiy kiyim kiyib ham ishlashadi. Ko'rinishdan epataj va ijodkorona yondashuv Jekka san'atkor ota-onasidan meros bo'lib o'tgan edi. Oradan atigi 1 yil o'tib, o'z platformalarida xavfsiz to'lovlarni ta'minlash uchun Alibaba Group o'zining to'lov tizimi Alipay ni yaratadi. Uning asosi oddiy tamoyilga qurilgan edi. Sotuvchi xaridordan pulni faqat buyurtma yetib kelgani tasdiqlangandan keyin ola oladi. Bu internet savdoga bo'lgan ishonchni sezilarli darajada oshiradi va Alibaba xizmatlaridan foydalanuvchi odamlar soni tez o'sishni boshlaydi. Keyingi katta yutuq 2005-yilda yuz beradi. Alibaba yirik investorlarga ega bo'ladi va bu ishda bir necha yil avval sodir bo'lgan, dastlab qaraganda ahamiyatsiz bo'lib tuyulgan voqea hal qiluvchi rol o'ynaydi. 1997-yil Xitoyga yirik amerikalik kompaniya rahbari keladi. O'sha paytda Xitoy iqtisodiyot vazirligida oddiy xodim bo'lgan Jek Maga muhim mehmon uchun buyuk Xitoy devorida ekskursiya o'tkazish topshiriladi. Ma odatdagidek suhbatdosh bilan tezda til topishadi va ular do'stlashadi. Bu amerikalik esa qandaydir oddiy odam emas, balki Yahoo kompaniyasining bosh direktori Jerry Yang edi. Oradan 8 yil o'tib, 2005-yilda Jek sarmoya izlab eski tanishiga murojaat qiladi. Natijada Yahoo kompaniyasi Alibabaning 43% aksiyasini $1 milliard sotib oladi. Xullas, qaysi tanishuv taqdiringizni o'zgartirib yuborishini oldindan bila olmaysiz. Qiziq tomoni shundaki, oradan yillar o'tib, Jerry Yang 2012-yilda Yahoo o'zining Alibabadagi aksiyalarining yarmisini Alibaba Groupga qaytarib, donasini $13 sotganidan afsuslanadi. Chunki 2014-yilga kelib Alibaba IPOga chiqadi va ularning qiymati $98 gacha oshadi. Oqibatda esa Yahoo bu bitimdan $35 milliard yo'qotadi. Ko'rganingizdek, bu yerda ham Jek Ma'ga yana omad kulib boqadi. Ko'rinishidan uning karyerasi boshidagi hamma muvaffaqiyatsizliklar omad endi uni tark etmasligiga olib kelgandek. 2009-yilda Jek Ma'ning xayoliga yana bir ajoyib marketing strategiyasi keladi. U Xitoyning bo'ydoqlar kuniga raspradash aksiyasini o'tkazishga qaror qiladi va uning go'yoki sevishganlar kuniga javob sifatida taqdim etadi. 14-fevral xaridlari juftliklarga yo'naltirilgan bo'lsa, 11-noyabr bo'ydoqlar kunida Alibaba boshqalardan sovg'a kutmasdan o'zingizni o'zingiz xursand qilishga chaqiradi. Bu g'oya o'zini birdan oqlaydi. Ilk yiliyoq aksiyadan tushgan daromad $708 million ni tashkil etadi. Vaqt o'tishi bilan 11-noyabr dunyodagi eng yirik savdo aksiyasiga aylanadi va endi u AQShning Black Friday, qora juma kuniga jiddiy raqobatchi bo'lib turadi. 2021-yilda esa shu kundagi savdo hajmi $84,5 milliard ga yetdi. 2010-yil kompaniya global bozorga yo'naltirilgan kichik ulgurji savdo maydonchasi bo'lgan AliExpressni taqdim etdi. Ichki bozorni xizmat bilan ta'minlaydigan Taobaodan farqli o'laroq, AliExpress kichik va o'rta xitoylik ishlab chiqaruvchilarga mahsulotlarni butun dunyo bo'ylab xaridorlarga bevosita sotish imkonini berdi. Bu platforma Xitoyning jahon fabrikasi sifatida maqomini yanada mustahkamladi. Shunday qilib 2014-yilda Alibaba Group New York fond birjasida IPOga chiqib, aksiyalarini $65 dan qiladi. Savdoning birinchi kuni ularning narxi 38% ga oshib $98 ga yetdi. Natijada kompaniya kapitalizatsiyasi $230 milliard dan oshadi va Alibabaning IPOsi AQSh tarixidagi eng yiriklardan biriga aylanadi. 2015-yilda Jek Ma o'zining xarizmasi va notiqli mahoratini namoyish etadi. ATS sammitida u hattoki Barack Obamani ham soyada qoldiradi. Keyinchalik esa Obama undan intervyu oldi. Amaldagi AQSh prezidenti bir tadbirkordan intervyu olayotgani noyob holat edi. Suhbat mavzusi iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish bo'ldi. Ma ekologiya masalasidan anchadan beri tashvishda edi. Jek Ma yaqinda o'zining hali juda yosh ekanini va o'qituvchilik, xayriya ishlari hamda atrof muhitini muhofaza qilish kabi ko'plab boshqa loyihalarga o'zini bag'ishlashga tayyor ekanligini aytdi. Qani ko'ramiz, u bu sohalarda yana qanday ajoyib yutuqlarga erisha oladi. Ehtimol Alibaba uning imkoniyatlarining eng yuqori cho'qqisi emasdir.
Chunki oddiy ingliz tili o'qituvchisi bir narsani isbotlab berdi. Orzuga cheksiz ishonch va qat'iyat bo'lsa, mutlaqo barcha maqsadga erishish mumkin. Mana shunday yuqori nuqtada bugungi sonimiz o'z nihoyasiga yetdi. Albatta izohda Jek Ma haqidagi man aytmagan, ammo siz bilgan insight va fikrlar bo'lsa yozib qoldiring. Bundan xursand bo'laman. Loyihani qo'llab-quvvatlash uchun esa like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Siz bilan keyingi sonda ko'rishguncha xayr.